Va ushbu bazalt mahsuloti yonmaydi, qizimaydi va tashqaridagi issiqlikni umuman o'tkazmaydi. Yoz uchun aytib o'tyapmiz. Aka, bitta yondirib ko'rsatib beraylik. Ko'pirgandek gaz falan. Qurilishlar boshlanib, hamma qurilishlar qilyapti. Dom qurilishlari uchun ham yoki bo'lmasam hovli qurmoqchi bo'lsanglar ham sizlarga bazalt plitalarni tavsiya qilamiz. Ko'pchilik bu haqida biladi, bilmaganlar uchun ham video davomida tushuncha berib o'tiladi. Qishda bilasizlar, tashqaridan sovuq havo kirmasligi uchun anomal sovuq vaziyatlarda ushbu bazalt plitalarni qoplama qilsanglar, ichkariga sovuq kirmaydi. Endi yozda nima uchun kerak bo'ladi desanglar, yozda anomal issiq vaziyatda tashqaridan issiqlik kirmasligi uchun ham ushbu bazalt plitalardan foydalanishingiz mumkin. Shu 5 santimetrli bazalt mahsuloti 50 santimetr devor bilan barobar bo'ladi. Buni o'zi ko'pchilik bilsa kerak. Kamroq aytib qo'ydim shekilli. Даже bundan ham ko'p deyishgandi. Shunaqa o'rtacha 50 santimetrli devor bilan barobar bo'ladi. Qaysi tomonlama desanglar, mo'tadil ravishda xonani, uyingizni issiqligini yoki bo'lmasam sovuqligini ta'minlab berish tomonlari bo'yicha shunaqangi afzalliklari bor. Va ushbu bazalt mahsuloti yonmaydi, qizimaydi va tashqaridagi issiqlikni umuman o'tkazmaydi. Yoz uchun aytib o'tyapmiz. Aka, bitta yondirib ko'rsatib beraylik. Ko'pirgandek gaz falan. Bu tomonga qo'lim turib qo'yib turibman. Mana yondirib ko'rsatib berdik. Bazalt plitalari yonmaydi. Shunaqa. Go'zal shu joyda kadrda. Va bazalt plitalarini qalinligiga qarab olinadi deyapti. Shunga bazalt plitalar o'zi qanaqa qalinlikda bo'ladi, Farruh aka? Mana keling, mana bu yerda ko'rsatsa bo'ladi. Bazalt plitalari в основном 5 santimetr bo'ladi qalinligi. Endi uy sharoitida bemalol 5 santimetrdan foydalansam bo'ladi. Aytilgan natijani beradi, xudo xolasa. 70 mmligi bor, 7 santimetrligi, 8 santimetrligi bor, 100 santimetrligi bor. Endi 100 santimetrni ko'pchilik mansarda qilganidan keyin o'sha tom qismiga ishlatadi. Ko'pchilik 50 plotnost bo'lsa ham bo'ladi. Bu 35 plotnostdan 160 plotnostgacha bo'ladi. O'zi 35 dan 160 gacha bo'ladi. Plotnost degan payt qattimligi, zichligi nazarga tutiladi. Endi uy sharoitida fasad qismiga qilinadigan bo'lsa 100 plotnost 5 толщина deydi. 5 qalinligida ishlatsam bemalol kutilgan natija bo'ladi. Endi 50 plotnost tom qismiga, 35 plotnost ham tom qismiga ko'pincha ishlatiladi. Yoz paytlarida ikkinchi etaj uy xonadonda bo'lsa, birinchi etajda ham dim bo'ladigan holatlar ko'paygan. O'sha holatlarni oldini oladi. 100% уже tekshirilgan, laboratorniy испытаниялari bor, sertifikatlari bor. Xudo xolasa eksport ham juda ham ko'p bo'lyapti. Hozirgi kunda O'zbekistondan chet elga. O'zbekistondan chet elga ham eksport qilyapti bazalt plitalari. Juda ham ko'p. Juda ham ko'p eksport. O'rta Osiyoni ichida mana Qirg'iziston desa bo'ladi, Tojikiston, Qozog'iston. Nimagaki foydasini o'zi sezilgan foyda. Toshkentda qulay tomoni Jizzaxdan og'ira bo'lib o'sha mashina topib olib kelmaslik uchun Jizzaxda hozir bazalt zavodini o'zini skladi desam bo'ladi. Toshkentga ko'chirildi. Da, ko'chirildi. Bu yerdan ochildi. Eng asosiy tomoni zavod narxida xarid qilsa bo'ladi Toshkentdan ham. Zavod narxida to'g'ridan-to'g'ri olinsa bo'ladi. Uni hajmiga ahamiyati yo'q. 5 kvadrat olsam, 50 kvadrat olsam, 1000 kvadrat olsam farqi yo'q. Hammasi bemalol telefon qilishingiz mumkin. Bemalol. Endi biz Qozog'istonda yoki Rossiyada ishlab yurgan obunachilarimiz u tomonga eksport qilib beriladi deydigan bo'lsa, u tomonga ham yetkazib beriladi. Bemalol. Telefon qilishsa kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Narxlarimiz o'zimizda masalan zavodda analitiklar bor. Analitiklar dunyo bo'ylab hozirgacha tekshirib narx-navoni, bozorni o'rganib yurishibdi. Narximiz juda ham past desam bo'ladi. Sifat yuqori. Sifat laboratoriya avvalambor o'sha laboratoriya tekshiruvi beriladi, sertifikatlar beriladi.
hozirgacha hamma respublikalarga ma'qul kelyapti. Narxlari qancha shu mana ko'rib turgan shu 5 santimetrli bazalt plitasini 1 kvadrat narxi qancha hozir? Narx-navo masalasiga kelsak, 35 plotnost mana tom qismiga ishlatadigan vattalar 19 mingdan boshlanadi. 19 1 kvadrat metri. 1 kvadrat metr. Bu men o'ylayman hozirgi kunda hamyon bo'p. Endi bizada hozir yoz juda ham o'sha jazirama kelish kutilyapti. Endi men o'ylayman arziydigan narx 19 mingdan boshlansa ham, fasad qismiga ham keladigan bo'lsak, bir hovli hajmi 100 kvadratdan boshlanib 300 kvadratgacha bo'ladi. 10 milliondan 13 million atrofida rasxod qilsalar bo'ladi. ya'ni bitta rasxod qiladi. Endi umrbod mana shu o'tiblik bo'lib qoladi xonadoni. Rasxodni bunga ajratsa agar ertaga o'sha elektr energiyasi yoqadigan konditsioner, qishda yoqadigan gaz juda ham tejaydilar. O'sha payt xudo xolasa O'zini o'zi qoplaydi. shunaqa. Tushunarli. Endi bu bo'yicha ham mashinik deymizmi, shunaqa yolg'on gapirib sotadiganlar ham ko'payibdi. Shunga asl bazalt plitalarni qanday ajratib olish mumkin? Shu haqida bitta tushuncha berib o'tsangiz. Xo'p. Avvalambor boya aytib o'tganimdek, zavodga telefon qilib narx olish mumkin va bizning skladdan zavod narxlari bo'ladi. Ovora bo'lib, masalan, Jizzaxdan olib kelmagan taqdirda ham kelib, shu yerdan to'g'ridan-to'g'ri zavod narxida olishadi. Boshqalar ko'chada siz aytgandek odamlar paydo bo'lgan, narxni zavod narxidan ham past aytishadi. Odamlar shu narsaga qiziqadi. Lekin u qiziqish oxiri xatoligini tushunishadi. Nimagaki men bu yerda har bitta pachkani o'zida birkasi bo'ladi. Birkada yozuv yozilgan bazalt wool. Mana hozir fasad standart. Fasad standart degan joyda bizda price list ham boradi. Fasad standart bu 120 plotnost. 120 plotnost bo'ladi. Fasad 120 plotnost bo'ladi. Masalan, 100 plotnostda faqat fasad yoziladi. Ko'pincha odam fasad standart deb gapni boshlab narxni berganidan keyin faktiski upakovkalar fasad kelsa, 100 plotnost kelsa, 120 plotnostning o'rniga ko'pincha odamlar ahamiyat berishmaydi. Fasad degan gapdan boshlangan, fasad degan narsa turibdi deyishadi-da, bo'ldi. Ya'ni fasad standart deganini xarid qilish kerak. Shunda 120 plotnostda asl har bir plotnostning o'zini nomi bo'ladi. Birkada o'sha nomini albatta so'rab, aytib, har bir furadan tushgan narsani o'zimiz tekshiramiz. 120 plotnost zakaz qiladigan bo'lsa, pulni to'lagan bo'lsa, bu fasad standart kelishi, hammasi fasad standart kelishi shart. Demak, kerak. fasad uchun eng yaxshisi fasad standart. 120 plotnost, to'g'rimi? Fasad uchun katta domlar, baland qurilgan domlar ko'pchiligi fasad standart ishlatishadi. Bu 120 plotnost. 140 plotnost bor, fasad pro nomi. 100 plotnost hovlilarda, u ham domlarda ishlatsam bemalol bo'ladi. Unda fasad yozilgan, fasad standart emas. Fasadni o'zi yozilgan. Faqat fasadni o'zi. Tushunarli. 50 plotnost universal, 35 plotnost light deb nomlangan. Hammasini o'zini nomi bor ekanda. Hammasini o'zining nomi bor. Albatta telefon qilib xarid qilishdan oldin nomini so'rab, keyin xarid qilishsa. keyin xarid qilishsa, bu tavsiyamiz bizani. Mana hozir yuk tushirilish jarayoni bo'lyapti ekan. Xullas Toshkentdagi skladda doimiy ravishda 20 ming, 25 ming kvadrat bazalt mahsulotlari bo'ladi. Mabodo yo'q bo'ladigan bo'lsa ham bir kun ichida olib kelib berishar ekan. Siz qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar telefon qiling. Das House kompaniyasi, ya'ni bazalt zavodini Toshkentdagi skladi sizlarga yordam beradi. Istalgan joyga dastavka qilib berishadi.